Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hamd sanolar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Alloh taolo bugunlik muborak kunni hammalarimiz uchun xayrli va barakotli qilsin. Bir oy mobaynida qilib o'tgan barcha ibodatlarimiz, amal solihlarimiz, istig'forlarimiz, o'qigan taroveh namozidagi xatm Qur'onlarimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib aylasin. Ma'ruzani boshlashdan oldin takbir aytib qo'yamiz. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar. Allahu akbar va lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar. Allahu akbar va lillahil hamd. Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Alloh taolo siz va bizlarni muborak oylar, Ramazon sharif oylariga sihat salomat yetkazdi. Bu oyning fazilatlaridan, sharofatlaridan alhamdulillah bahramand bo'ldik. Bu oylarda qilib o'tgan barcha amallarimiz, amali solihlarimizni Alloh taolo o'zi munosib mukofotlasin. Bugungi kun hayit ayyomi. Har bir xizmat qilgan odam xizmat qilar ekan, qilgan xizmatiga oladigan oyligini kutadi yoki maoshini kutadi, xizmat haqqini kutadi. Bugungi hayit ayyomi qilib o'tirgan bir oylik amallarimiz, ibodatlarimizga mukofot beriladigan kun. Bir inson qilib o'tganiga oylik oladigan kunni qanchalik kutsa, biz ham bugungi kunni Allohning savobidan umid qilgan holatda, hayit ayyomi bo'lganda Alloh taolo hammalarimizni gunohlarimizni kechirarmikin, o'tib ketgan otalarimizni, onalarimizni Alloh taolo do'zaxdan ozod qilarmikin deb umid bilan kutdik. Ilohim bugungi kun masjiddan mana shunday ulkan savoblarga, ajrlarga, do'zaxdan ozod qilindi degan vasiqaga ega bo'lib chiqishimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib aylasin. Bugun bizlar uchun, musulmonlar uchun eng muhim bo'lgan va eng kerakli bo'lgan va Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan bayramda turibmiz. Bugun Eidul Fitr. Musulmonlarda o'zi aslida Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan bayram qilinglar, nishonlanadi deb belgilab bergan ikkita bayram bor. Bu qaysi bayram? Ramazon hayiti va Qurbon hayiti. Eidul Fitr kunida ibodatlarga savob olinadigan Alloh subhanahu va taoloning fazl marhamatlariga erishadigan bir kunda turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi kunda gunohlarimizni mag'firat qilsin. Hijratning 2-yili Ramazon ro'zasi farz qilingan va mana shu yili 29 Ramazon kuni ro'za ibodati tantanasi o'laroq Ramazon hayiti Alloh taolo tomonidan musulmonlar uchun bayram qilib berilgan. Bu haqida muhaddislarimiz quyidagilarni keltiradilar. Yana ta'kidlab o'taman azizlar, bugun bayram. Musulmonlarning orziqib kutgan bayramimiz bu. Bugun motam kuni emas. Bugun Fotiha holli qiladigan kun emas. Men bir necha kundan beri qayta bu gaplarni gapiryapman. Bugungi kunda hayit ayyomini, Ramazon hayitini, Qurbon hayitini farzandlarimiz kerak bo'lsa, o'zimiz ham orziqib kutadigan kunimiz bo'lish kerak. Yaqinlarga biz o'zimizda ham shu narsa ongimizga singib qolgan edi. Hayit desa, bu bayram emas bu. Hayit bu fatahollik kuni. Odamlar u yerga borib Qur'on o'qiydigan kun. Yoki hamma ko'chaga to'nini, choponini, belini bog'lab qo'yadigan kun deb faraz qilganmiz. Shu darajaga borib yetgan. Aslida bu nima bu? Aslida bugungi kun bolalarimiz ham, o'zimiz ham oilamiz bilan yayrab yashaydigan, kayfiyatimizni ko'taradigan, eng zo'r orziqi kutiladigan kun bo'lishi kerak musulmonlar uchun. Qanaqa tayyorgarlik qilyapmiz yangi yillarga? Qanaqa kutib oryapmiz? Kecha men ma'ruzada 25-dekabrdan tayyorgarlik boshlayman, bir kishi 1-dekabrdan deb to'g'ri aytdi. Bir oy kutiladi-da. Mana haqiqiy kutiladigan bayram. Orziq kutiladigan musulmonning bayrami mana haqiqiy mana shu bayram bo'ladi.
عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida Madina ko'chalarida odamlarni bayram qilganlarini ko'rdilar. Va ulardan so'radilar, bu qanaqa kun, qanaqa bayram? Shunda Madinaliklar aytishdiki, biz jahiliyat davrida shu kunni shunaqangi o'yin, kulgu, bayram qilib o'tkazardik. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilarki, Alloh sizlarga u ikkisini o'rniga ulardan ko'ra yaxshiroq Qurbon hayiti va Fitr hayiti kunlarini berdi dedilar. Mana shundan kelib chiqadigan bu ikkala hayit bayramlar biz uchun eng muqaddas kunlardan biri, kutib oladigan, orziqib kutadigan bir kun bo'lish kerak. Alhamdulillah bir oy davomida Ramazon oyida hamma mo'min musulmonlar juda ko'tarinki kayfiyatda tarovihlar, xatm Qur'onlarda ishtirok etdik. Qur'oni Karimni avvaldan oxirigacha xatm qilishga muvaffaq bo'ldik. Har oydan ko'ra, har yilgi Ramazon oyidan ko'ra bu yilgi Ramazon oyi o'zigacha bir fayzli, o'zigacha bir shukrli bo'ldi, alhamdulillah. Bunaqasi bo'lmagan. O'zbekiston bo'yicha 1,5 ming masjidda Qur'oni Karim xatm Qur'on qilindi. 27 kunlik qilingan Qur'oni Karim xatmonasida O'zbekiston bo'yicha bir kunda, bir vaqtda o'sha kuni 22:40 da respublika bo'yicha hamma joyda teng duoga qo'l ko'tarildi. Alhamdulillah, bu qilingan duolar, bu qilingan jamoatning duosi, bu qilingan xatm Qur'ondan keyin qilingan duolar ijobat bo'lmasdan qolmaydi inshaalloh. Bu oyda e'tirof etishimiz kerak, har bir soha vakillari, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlarni emin-erkin ibodat qilishlari uchun hamma sharoit yaratib berildi. Bu oyda tajribali, yurtimizga taniqli bo'lgan ulamolarimiz, ahli ilmlarimiz, domlalarimiz juda ham chiroyli bel bog'lab xalq xizmatida bo'lishdi. Ibodatlarni chiroyli tashkil etish harakatida yurtdoshlarimizga amr ma'ruflar, nahiy munkarlar shu bilan birga oziq-ovqatlarni tarqatishdi. Xalqimiz nomidan muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan yurtboshimiz bu vazifani amalga oshirishga o'z hissasini qo'shgan rahbar xodimlar hamma ham ayniqsa biz prezidentimiz bitta qilgan ishlarni hammamizga juda bir kuch-quvvat bag'ishta qildi. Bir joyga borganlarida qani edi har bir imom domlalarimiz xonadonlarga kirib bitta bir shu iftorlik dasturxonlarida ihsonlar qatnashsalar degan birgina so'zlari butun imom domlalarni harakatga soldi. Imomlarimiz, ahli ilmlarimiz har bitta xonadonlarga ihson qilish bilan birgalikda ana shunday oilalar bilan birga bir dasturxonda o'tirib iftorliklarda yurtboshimiz tashabbuslari bilan duolar qilindi. Ikkinchi, yurtboshimiz tashabbuslari bilan yurtimizda, O'zbekistonda hamma mahallalarda alohida iftorliklar tashkil qilindi. Qilgan har bir amallarni eslab turish, bunga duo qilish, bunga shukr qilish albatta bu mo'min musulmonlarning vazifasi. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shukr haqida shunday deganlar: "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katira va man lam yashkuril nasa lam yashkurulloha. At-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun va tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun." Payg'ambar alayhisolatu vassalam hadislarda marhamat qildilarki, kim oziga shukr qilmasa, ko'piga shukr qilmaydi. Ko'piga shukr qilish oziga shukr qilishdan boshlanadi. Yarimta nonga qodirmisiz, oilangiz, bola chaqangizdan tinch totuv shuni yeyapsizmi? Shu o'tirgan kuningizga shukr qilasiz, Alloh taolo keyin ko'pini beradi. Allohning va'dasi bor. Shukr qilsalaringiz, men ziyoda qilib beraman. Duo qilsalaringiz, duolaringizni ijobat qilaman. Alloh subhanahu va taolo va'dalari haq. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim oziga shukr qilmasa, u ko'piga ham shukr qilmaydi.
Kim insonlarga tashakkur aytmasa, ulardan minnatdor bo'lmasa, Alloh taologa ham shukr qilishni bilmaydi. Masalan, bir inson sizga yaxshilik qildi. Bizda odatda rahmat deb qo'yamiz. Aslida bu so'z rahmat degani asli duo. Birodar, rahmat. Senga bu qilgan yaxshiligi uchun Allohning rahmati bo'lsin degan bir duoning ma'nosi bor. Ne'matlar haqida gapirish shukr. Qo'l ne'matini eslashingiz, ko'z ne'matini eslashingiz, til ne'matini, oyoq ne'matini eslab qo'yishingizni o'zi mana shu narsaga Alloh subhanahu va taolo sizga berganiga shukrning ma'nosini ifoda qiladi. Uni gapirmaslik, ne'matlarni eslab turmaslik, buni gapirmaslik asli noshukrchilik, bu kufrona ne'mat bo'ladi. Jamoat bilan yurish rahmat. Ya'ni jamoat ko'p bo'lgan joyda, jamoat qaysi tomonga intilayotgan bo'lsa, shu jamoat bilan birga yurish bu Alloh subhanahu va taoloning rahmati. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytganlar. Alloh subhanahu va taolo hech qachon jamoatni ko'pchilikni adashtirib qo'ymaydi. Alloh taolo hech qachon ko'pchilikni zalolatga boshlamaydi. Shuning uchun aytganlar: "Alaykum bil jamaa fa innalloh la yajma'u ummati illa ala huda." Sizlar o'zlaringizni jamoat ko'pchilik qaysi tarafga yurayotgan bo'lsa, shu jamoatga qo'shilinglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo ko'pchilik tarafni hech qachon adashtirib qo'ymaydi deb marhamat qilganlar. Bugungi kunda yurtimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi diniy sohada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Alhamdulillah, birgina misol bu yil Ramazon oyi shukuh mutlaqo o'zgacha bo'ldi. Ya'ni 1,5 mingdan ziyod mashhurda aytib o'tdik, xatm Qur'onlar bo'ldi 27 kun davomida. Mo'min musulmonlar bu kunlarni qadriga yetib, Alloh taolaga shukronalar, ibodat, emin-erkin halovat bilan ado etmoqdalar. Bu yil Ramazon o'ziga xos bo'ldi deyish uchun asoslarimiz yetarli. Xususan, diniy soha xodimlari, imom xatiblar, imom noiblar taraflaridan Ramazon oyi davomida 60 mingdan oshiq kam ta'minlangan oilaga, yetim bolalarga hamda moddiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarga jami 18 milliard so'mdan ziyod moddiy yordam berildi. Imom xatiblarimiz ishtirokida respublikamizda 9400 dan ortiq mahallada 900 mingdan ziyod ro'zadorlar uchun iftorlik dasturxonlari yozildi. Bundan tashqari, respublika bo'yicha aholining ehtiyojmand qatlamini qo'llab-quvvatlash uzoq vaqt davomida navbatda turgan 2000 ta yoshi katta bemorlarga yuqori texnologiya operatsiyalarini amalga oshirish hamda 2000 ta yuragida nuqsoni bor bolalarga ko'mak ko'rsatish maqsadida 91 milliard so'm miqdorida mablag'lar ajratib berildi. Alhamdulillah, Ramazon oyida orzu qilganmiz, yaqin-yaqinda ham orzu qilardik. Hech bo'lmasa biz umraga borarmikimiz deb orzu qilinardi. Alhamdulillah, keng yo'llar ochib berildi. Birgina Ramazon oyining o'zida, shu bir oyning o'zida 1400 dan ziyod odam umra qilib keldi. Umra safarini ado qilib keldi. Yil mobaynida esa 31 mingdan ziyod odam Makka va Madinada bo'lib umra amallarini bajarib keldi. Alhamdulillah. Bu ne'matlarga shukr qilish kerakmi? Bu ne'matlarni eslash kerakmi? Odamlarga oddiy hol bo'lib qoldi-ku, alhamdulillah. Yaxshi ko'rgan odamini, yoqib qo'ygan odamni tug'ilgan kunda ham padarga boryapti, umraga borishdi. Bu ne'matni bir paytda bu narsalar tushimizga ham kirmagan. Albatta bu narsani doimiy ravishda eslab, bunga Allohga hamd sano aytish kerak. Islom tarixidan ma'lumki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z vatanlari Makka mukarramani yaxshi ko'rar edilar. Payg'ambar alayhissalom Makkada yashaganlar, Makkada tug'ilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani juda ham yaxshi ko'rardilar. Mehrlari o'zgacha bo'lgan. Lekin Payg'ambar alayhissalomga islom kelishni boshlagan paytda juda ham qattiq zulm kuchayib ketgan. Payg'ambar alayhissalom hattoki jonlariga qasd qilib o'limga tayyorgarlik qilgan paytlarida keyin Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga o'zi ruxsat berdi. Mayli endi Makkadan Madinaga hijrat qilaylik deb Alloh taolo o'zi shunga rozi bo'ldi. Chunki u yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va Rasulullohning atroflarida turgan sahobalarga juda ham aziyat kuchayib ketdi. Azob kuchayib ketdi. Hattoki Rasulullohning o'zlariga jonlariga qasd qilish darajasiga yetib keldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalomga
Makkadan Madinaga hijrat qilishni buyurdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning buyrug'iga binoan Makkadan chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Chiqish vaqti kelganda, Makkadan Madinaga chiqib ketayotgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zlariga yosh oldilar. Yig'ladilar. Makkaga qarab shunday dedilar: "Ey Makka, sendan ko'ra menga sevimliroq va suyukliroq shahar yo'q. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganda, aslo men sendan boshqa joyga o'zimga makon tutmasdim. Hargiz va hargiz sendan chiqib ketmasdim" deb ko'zlariga yosh olib yig'lab chiqib ketganlar. Hatto chiqib ketayotgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalariga qarab-qarab yig'lab, orqalariga qarab-qarab yig'lab, toki Makka shahri ko'rinmay qolguncha orqalariga qarab ketganlar va Allohdan umid qilgan ekanlar. Shu orqaga qarab yig'lab ketayotganlarda shoyatki Alloh subhanahu va taolo bo'ldi Muhammad qayt orqangga, o'z vataniga qayt, Makkaga qayt deb qolarmikin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lab orqaga qarab chiqqan ekan. Buni vatanga muhabbat deydi. Yurtiga muhabbat deydi. Makka bilan Madina ibodat qilinadigan joy. Men ba'zi joyda shu narsalarni ko'rib ichimdan xursand bo'laman. Sabab Makkaga, Madinaga borgan odam ibodat qilish uchun, gunohlariga tavba qilish, Allohga kechirim so'rash, istig'for aytish uchun boradi. U joylarga borishni hamma orzu qiladi. Mana hajga borganda ko'rdik. 30 kun, 35 kun turdik hajda. Haj amallari tugagandan keyin odamlar chidolmay qoldi. Ko'ziga Ka'ba ham ko'rinmay qoldi. Makka ham, Madina ham ko'rinmay qoldi. Hamma uyini sog'indi. Uyiga ketib kelib qoldi. Nimadan bu? O'sha yurtiga, vataniga bo'lgan muhabbatidan, sadoqatidan boshqa narsa emas. Lekin bu yerda Makka yo'q, bu yerda Ka'ba yo'q, bu yerda Madina yo'q. Lekin ana shunday ibodat qiladigan joyda ham baribir vatan sog'inchi, vatan muhabbati, oilasi, yaqinlari, odamlarning mehri boshqacha bo'lar ekan. Odamlarga aytib tushuntirib bo'lmas ekan. Sog'inch kuchli bo'lgandan keyin, vatanga qaytib kelgandan keyin ko'rinmay qolar ekan. Mana shu ayni muhabbat deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda xuddi shu narsa bo'lgan. Shuning uchun yig'lab, agar Alloh menga bu narsani buyurmaganda men chiqib ketmasdim, ey Makka. Shuning uchun vatanni sevmoq iymondandir deb bekorga aytilmagan. Ushbu oyat karima payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkadan yig'lab, orqalariga qarab mehr muhabbat bilan shu orzuda ketayotgan paytlarda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga oyat nozil qildi. Innallazi farada alaykal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ey Muhammad, albatta sizga ushbu Qur'onni farz qilgan zot, ya'ni Qur'on birinchi qayerda nozil bo'ldi? Makkadan nozil bo'ldi. Hiro g'origa birinchi oyatlar nozil bo'ldi. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu mehrlarni, muhabbatlarni, yig'laganlarni ko'rib turib taskin berish uchun ey Muhammad, innallazi farada alaykal Qur'an laradduka ila ma'ad. Alloh sizga Qur'onni farz qilgan bu makonga albatta bir kun sizni qaytaradi dedi. Rasululloh keyin xotirjam bo'ldi. Vatanni sevish, vatanga muhabbat qilish faqatgina tilda bo'lmasa kerak. Vatanimni yaxshi ko'raman, vatanimni sevaman deyishni o'zi bilan bo'lmaydi. Xotiningizni ertamandan kechgacha sevaman degani bilan unga ovqat bermaychi, unga biron bir sovg'a kelmaychi, pishirib ye muhabbating deydi. Har qanaqa xotinim aytadi. Vatan ham xuddi shunday. Yurtingizni sevasizmi? Biroq u gap bilan bo'lmaydi. Sadoqat bilan, unga mehr berish bilan, unga xizmat qilish bilan keyin vatanning muhabbat, sadoqati oshkor bo'ladi. Bugungi kunda yoshlarimiz uchun ayniqsa ularning sifatli ta'lim olishlari uchun juda ham yurtimizda imkoniyatlar katta yaratib berildi. Bularning barchasi hukumatimiz tomonidan farzandlarning ilm olishlariga qaratilayotgan e'tiborli namunasidir. Jumladan yangi oliy o'quv yurtlari, dunyoda yetakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Shundaqa sharoitlar bo'lsa ham, ba'zi bir haligi yoshlarimizni qo'pol qilib aytganda, miyasiga ukol qiladigan toifalar paydo bo'lyapti. Rus tilini o'qib nima qilasan? Ingliz tilini o'qib nima qilasan? Arab tilini o'qi. Boshqa tillarni o'qi. Lekin Qur'onni o'qi. Qur'onni o'qib nima qilasan? Ingliz tilini o'qi, rus tilini o'qi, arab tilini o'qi,
Payg'ambarning tilini o'qish kerak, to'g'ri. Arab tilini o'rganish kerak, Qur'on o'rganish kerak. Lekin jamiyatda yashar ekansiz, bu ham o'ziga yarasha ilm. Ingliz tilini o'qisangiz ham, rus tilini o'qisangiz ham, fors tilini o'qisangiz ham, arab tilini qanday o'qiyotgan shunday savolga ega bo'laverasiz. Qanchadan qancha rus tilini o'rganib, qanchadan qancha ingliz tilini o'rganib, yosh yigitlarimiz Qur'onga qancha xizmat qilyapti. Xo'p, masalan, shu O'zbekistonda yashab turib, rusiy zabonlar bor. O'zbekcha tushunmaydiganlar bor. Rus tilini yaxshi biladigan kadrlar hozir ham kerak. Islom dinini tushuntirib berish uchun shunaqa rus tilini mukammal biladigan kadrlar qancha kerak? Masalan, qanchadan qancha rusiy zabonlar xristianlar iymon keltiryaptimi? Buni ko'ryapmizmi? Nasliga kelib, musulmonlar bir-biriga mehrini, oqibatini, muhabbatini ko'rib iymon keltiryapti. O'zbekchani tushunmaydi. Endi iymon keltirib musulmon bo'ldi. Unga dinni, islomni kimdir tushuntirish kerakmi? Tushuntirib berish uchun unga rus tili kerakmi? Rus tilini hech kim bilmaydi. Xristian musulmon bo'ldi. Nima qanaqa tushuntirasiz? Demak, yoshlarimizni ongiga tushuntirish kerak. Hamma til kerak. Men o'qilgan aytib berdim. Kim qaysi millat tilini o'rgangan bo'lsa, rus tilini o'rganganmi, ingliz tilini o'rganganmi, ana shu millatni yomonligidan ozod bo'ladi degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Rus tilini hech qachon tushunmaysiz, ingliz tilini bilmaysiz, yoningizda turib gapiradi. Buni hozir tinchish kerak deydi. Tushunmaysiz, turaverasiz. Lekin siz haqingizda birov kimdir yomon gap gapirayotgan bo'lsa, tilini tushunsangiz, o'zingizni ehtiyotingizni qilasiz. Bu bittagina foyda. Lekin shu o'qilayotgan ingliz tili, rus tili, arab tili, fors tili uchun shu o'rgangan tilimni mamlakatimga, yurtimga xizmat qilaman deb o'rganing, qancha ajr bor, qancha savob bor. Misol uchun so'nggi 5 yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta'lim muassasasi tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarining soni 125 taga yetdi. Ilmni barchasi ham yaxshi niyatda olinadi. Shu ma'noda biz barcha yoshlarimiz bugungi ilmlarning turli sohalari bo'yicha bilimli qilib tarbiyalashga albatta chaqiramiz. Imkoniyati borlar talablarga shartnoma pullarini to'lab berish, homiylik qilish, yotoq va yashashlariga ko'maklashish, bilim olishlariga sababchi bo'lish eng ulug' savoblardan sanaladi. Mana alohida ma'ruzalar qilindi. Boylarimizga zakot beradiganlar, Alloh qilgan ihsonlarni qabul qilsin. Qanchadan qancha talabalarni, qiynalib turgan talabalarni, qanchadan qancha ta'lim beradigan o'qituvchilarni kontrakt pullarini to'lab berishdi. Ana endi o'sha o'qiyotganlar xotirjam ilm oladi. G'am yo'q, tashvish yo'q, kallada o'y yo'q, kontrakt pul to'lab qo'yilgan, qaydan pul olarkanman demaydi, ilm oladi. Kimga foyda, kimga ajr? Shu bir boylarimiz qilgan bitta saxovati tufayli qanchadan qancha o'qituvchi, ilmlilar, olimlar, ahli ilmlar qalbiga xotirjamlik kirdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalatu vassalom buyruqlari bilan ibroniy tilni o'rganganlar. Ey Zayd, men uchun ibroniy yozuvini o'rgan, chunki aytayotgan gaplarimni to'g'ri tarjima qilishlariga ishonchim komil emas dedilar. Zayd bosh ustiga ya Rasululloh dedi va ibroniy tilini chuqur o'zlashtirdi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu bundan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari bilan suryoniy tilini ham o'rgandi va shu tariqa Payg'ambar alayhissalatu vassalomni tarjimoniga aylandi. Rasululloh aytsa bo'larmidi? Boshqa tilni qo'y, yig'ishtir. Nima qilasan boshqa tilda? Faqat mana arab tilini o'rgan desalar bo'larmidi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytdi. Ibroniy, suryoniy tillarni o'rgan, kelayotgan mehmonlarga tarjima qilib berasan. Oxiri oqibat Zayd ibn Sobit Payg'ambar alayhissalatu vassalomning shaxsiy tarjimonlariga aylandi. Buyuk ajdodlarimiz Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy, Mirzo Ulug'bek kabi zotlar ham 6 tadan 7 tadan tillarni mukammal bilganlari hammamizga ma'lum. Azizlar, shu yerda vaqtimiz yaqinlashib qolyapti. Bu Ramazon hayit kunlari yilda 2 marta o'qilgani uchun ko'pchiligimizda o'qish, qanday o'qilish tartibi yodimizdan ko'tarilib qoladi. Shuning uchun bir eslab qo'ysak maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi niyatkordan buguzonan 2 rakat deb niyat qiladiganlar bordir. Biladiganlar bordir, lekin bilmaydiganlar o'zbekcha qilib hayit namozini 2 rakatlik vojib bo'lgan hayit namozini o'qishga niyat qildim. Ya'ni takbirlari vojib bo'lgan 2 rakatlik
hayit namozini o'qishga niyat qildim, yuzimni qiblaga qaratdim, imomga iqtido qildim, Allohu akbar. Shu niyat kifoya qiladi. Yoki bunga ham qiynalgan odam, tili kelishmaydigan odam 2 rakat hayit namozini o'qishga niyat qildim, imomga iqtido qildim, Allohu akbar, shu kifoya qiladi. Shundaga 2 rakatda hayit namozi o'qishga niyat qildim, yuzimni qiblaga qaratdim, ushbu imomga iqtido qildim. Iqtido qilib bo'lingandan keyin birinchi rakatda Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmika va ta'ala jadduka va la ilaha g'oyruk deb jim turiladi. Va imom 3 marta Allohu akbar deb quloqini qoqadi. Qo'llarimizni quloqimizga olib boramiz, quloqimizga tekizamiz, qo'llarimizni ikkala yonga tushiramiz, bog'lab olmaymiz. Quloqqa olib boramiz, yonga tushiramiz. 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb imom aytadi. Hammamiz qo'limizni teng ko'taramiz. Ana undan keyin imom qiroat qiladi. Shu bilan birinchi rakat tugaydi. Hushyor bo'lamiz. Ikkinchi rakatda imom qiroat qiladi, surani o'qiydi, Zam sura o'qiydi. Sura tugagandan keyin rukuga ketishdan oldin, shu yerda adashib qolmasligimiz kerak. Ikkinchi rakatda rukuga ketishimizdan oldin xuddi shu takbirni 3 marta aytamiz. Ya'ni Allohu akbar deb qo'limizni quloqlarimizga yetkazamiz, ikkala qo'limizni yonimizga tushiramiz, 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. 4-chisida keyin takbirga ketamiz, rukuga. Shuni bir eslab qo'ysak, maqsadga voqif bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom ta'limotlari asosida tamoman o'zlashtirishimiz haqida shunday deganlar. Al-kalimatul hikmatu dallatul mu'mini fa haythu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmatli kalima mu'minning yo'qotgan narsasidir. Uni qayerda topsa ham olishga haqlidir. Muhtaram jamoat, inson yashab turgan jamiyatda qonunlarning ahamiyati juda ham katta. Dar haqiqat adolatli qonunlar xalq farovonligi hamda dunyo va oxirat obodligining asosidir. Zamonaviy islom olimlari Misrlik Shayx Abdulhamid Mutavalli qonunchilikdagi qoidalarni o'zgarishi yuzasidan turli fikrlarni ilgari surganlar. Jumladan ular shunday deganlar: Islom qonunchiligi 2 xil bo'ladi. Birinchisi ilohiy, ya'ni o'zgarmas qonunlar, ikkinchisi vaz'iy, inson tomonidan ishlab chiqarilgan qonunlar. Zamonaviy dunyoviy qonunlarda ham adolat o'rnatish, xalq farovonligini ta'minlash ko'zlangan. Islom dinimiz qonun qoidalariga rioya qilish bilan birga davlatimiz qonunlarda qayd etilgan insonparvarlik g'oyalariga ham rioya, daxldorlik hissi bilan yashashimiz zarur bo'ladi. Hammamizga ma'lum, shu kunlarda yurtimizda kechayotgan tarixiy jarayonlar, ayniqsa jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan ovoz berishda mo'min musulmonlar faol ishtirok etishlari muhimdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mo'min musulmonlarni maqtab va amruhum shura baynahum, ularning ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladi deb marhamat qilganlar. Bu qonunda bo'lgani yaxshi. Qonun tahrir bo'lib turgani ham yaxshi. Jamiyat o'zgarar ekan, mana shu qonunlarning chiqishi insonni baribir tarbiya qiladi. Ba'zi birlar aytib qo'yadi-da, Xudoni urish qanaqa bo'ladi deydi. Xudo o'zi qo'li bilan urmaydi. Xudo taborak va taolo bandasini qo'li bilan aqlini kiritib qo'yadi. Masalan, qonun chiqmasdan turib harchandiki aytsangiz ham, harchandiki, "Voy birodar, tez yurmagin. 120 yurmagin, halokatga uchraysan, avariya bo'lasan" deb har qancha aytsangiz, hech kim quloq solmas. Qonun chiqdi, shtaraflar chiqdi, hamma rovna bo'lib qoldi. Svetoforning chizig'iga ham qaraydigan bo'lib qoldi. Tezligiga qaraydigan bo'lib qoldi. Ko'zini spidometrda uzmaydigan bo'lib qoldi. Buni kim qildi? Aslida Xudo qildi buni. Sen meni aytganimni qilmasang, bandam orqali qiladigan qilib qo'yaman dedi. Xudo qildirdimi buni? Har qancha aytsam quloq solmayotgan odam 4 marta shtarat to'lagandan keyin aqli kiradigan bo'lib qoldi. Pul ketyapti-da endi. Cho'ntakdan pul chiqyapti, jigar ketyapti. Tez yurib ko'rchi, uyingga haligi xatdan kelsa, endi hammadan hozir shunaqa bo'lib ketdi, qora xat deb qo'yamiz. Juda ham qora xat kelyapti. Haligi xatni ko'zini yumib ochyapti-da, hayajon bilan net chiqdi degan, orqadagi raqami 0 nechligini qo'rqib ochadigan bo'lib qoldi. Xudo shunaqa.
Qonun mashaqat foyda beradi hammamizga. Aqlimizni kiritib qo'yadi. Men kuni ham aytdim. Ayollarga qiladigan munosabatda qonun chiqdi. Bundan buyog'iga ayollarga o'ylanib gapiradigan qilib qo'ydi. Shuncha payt islomdan, shariatdan, dindan gapirildi. Ey ayollar omonat, ayollarga zulm qilmanglar. Ayollarga qilgan zulmingizga qiyomatda javob berasiz. Har qancha aytsangiz ham xotinini uradigan, xotinini tepadigan, xotinini so'kadigan, aziyat beradiganlar ko'paydimi? Endi nima bo'ldi? Endi qonun chiqdi. Endi ko'rasan mana. Xotinga sizlarmay gapiringchi nima bo'lar ekan? Har bitta tilingiz bilan berayotgan aziyatingizga xotiningizga qattiqroq so'kib qo'ysangiz, menimcha 1,5 million bo'lsa kerak. Endi daftarga qarab gapiradigan bo'lasiz endi. Qaysi gapim to'g'ri, qaysi gapim noto'g'ri. Urushni qo'yavering endi. Urush menimcha 12 yil bo'lsa kerak. Ozodlikdan mahrum qilish. Ana Xudoning qonuni, ana Xudoning qudrati, Xudo taolo bandasini qo'li bilan urish shuni aytadi. Bandam, men senga shariatda aytdim, Qur'onda aytdim, Rasululloh hadisda aytdi, quloq solmading. Endi mana bunga quloq solgan edi. Ishtaraf to'lasang, xotinni ham akajon deydigan bo'lib qolsan endi bundan buyog'iga. Sekin murosa qiladigan bo'lib qolasan. Uzr endi, qattiq gapirib qo'ydim. Aslida shuni Qur'on aytmaganmidi aslida? Aslida payg'ambar alayhisolom qanday muomala qilish haqida aytmaganmidi? Qonun chiqarganlardan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa qonunlar tez-tez chiqib turish kerak. Biz Xudoning qonuniga unamasak, payg'ambar sunnatiga unamasak, Alloh taolo bandasi orqali aqlimizni kiritib qo'yadi. O'zbekiston qonuni ham qabul qilinganiga 30 yildan ortiq muddat o'tdi. Aholi manfaatlari, axloqi o'zgarib borishiga mutanosib ravishda qonunlarni ham o'zgartirish davri keldi. Muhimi ushbu o'zgarishlarda musulmon inson o'z munosabatini bildirishi, unga nisbatan beparvo bo'lmasligi lozim. Fatvo va tadqiqotlar bo'yicha Yevropa kengashi aynan saylovga doir masalada shunday fatvo e'lon qilgan. Shunaqalar chiqyapti-da, o'zimiz ichimizda yashab turib, aqidasi buzuq, e'tiqodi buzuq. Nima qilasan saylovga qatnashib? Shu yurtda yashayapsanmi? Qatnashasanmi? Xo'p, chiqarilgan bu qonun kimning foydasiga chiqarilyapti masalan hozir? Xalq uchun chiqarilyaptimi? Musulmonlar uchun chiqarilyaptimi? Demak, albatta har bitta fuqaro vatanda yashayaptimi? Qatnashib qo'yish shariatga hech qayerda zid emas. Bizni dinimizga, bizni iymonimizga, bizni namozimizga hech kim xalaqit bermayaptimi? Sharoit keng yaratilib berilyaptimi? Qonuniga ham itoat qilamiz, saylovga qatnashamiz. Bizni vatanimizga muhabbatimizni shu yo'llar orqali izhor qilishimiz mumkin. Fatvo musulmonlarning saylovlarda ishtirok etishi fuqarolik huquqlaridir. Bundan tashqari jamiyat uchun yaxshilikni jalb etish, zararni daf etish bo'yicha hamkorlik qilish ham ularning diniy majburiyatlaridir. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, sizlar yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz, gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmang." Shuning uchun ham musulmonlarning saylov va referendumlarda ishtirok etishi mumkin va bunda shariat jihatdan hech qanday taqiq yo'q deb ayta olamiz. Musulmon odam ko'rib turibmiz. Mana hozir eslardik, gapirib o'tdik, eslashga o'zi shukr dedik. Qanday imkoniyat sharoitlar yaratib berildi? Qur'onni gapiring. Men hozir haj bilan umrani gapirdim. 2000 ta borardi yo 5000 ta bor. Rasnari bo'lsa, o'tgan yili 12000 ta, 15000 ga yaqin odam hajga bordi, alhamdulillah. Ochilyaptimi? Bu yil mana inshaalloh 24000 deb turilibdimi? Sekin-sekin hammasi yo'lga qo'yilyapti. Bu yilgi tarovehda namozlarimizda qilgan fayz futuh. Men bitta yoshlarimiz o'zini gapiraman. Yosh bolalarimiz mazza qilib namoz o'qidi, rohatlandi. Hech kim qaytargan yo'q. Aksincha, tashqarida turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Darvozani katta ochib qo'yib marhamat dedi. Shukr qilish kerakmi? Islomda faqat ibodat emas, balki musulmonlarning hayot tarzi hamdir. Musulmonlar hayotining barcha sohalarida birinchi saflarda bo'lishga harakat qilish lozim. Buning uchun davlat jamiyatning taraqqiyoti yetaklab bora oladigan odamlarni, shu jumladan musulmonlar hayotini yaxshi tomonga o'zgartira oladigan adolatli qodirlar o'ta muhim masaladir. Alloh subhanahu va taolo vatanimiz taraqqiyot farovonli yo'lda olib borayotgan xayrli ishlarimizga Alloh taolo o'zi rivoji komil ato qilsin. So'zimizni oxirida yana eslab qo'yamiz. Namoz o'qishni keyin inshaalloh namozni boshlaymiz. Niyat qildim 2 rakatli hayit namozini o'qishlikka
yuzimni qiblaga qaratdim, ushbu imomga iqtido qildim. Allohu akbar deyiladi. Subhanakallohummani o'qib, a'uduni aytmasdan jim turiladi. Imom subhanakallohumma o'qib bo'lgandan keyin 3 marta Allohu akbar deb quloq qoqadi. Hammamiz birgalikda quloqimizni qoqamiz. Quloq qoqayotgan paytda qo'llarimiz ikkala yonimizda turadi. Shunday birinchi rakat, undan keyin imom qiroat qiladi, birinchi rakat tugaydi. Ikkinchi rakat imom qiroat qilib bo'lgandan keyin qiroat tugaganda ketishdan oldin, rukuga ketishdan oldin yana xuddi shu 3 marta takbir qaytariladi. 3 marta Allohu akbar deb aytilib bo'lgandan keyin 4-takbirda Allohu akbar deb keyin rukuga boriladi. Azizlar, duo talabalarimiz bor ekan. Alloh subhanahu va taolo bu muborak Ramazon oylarida, ulug' kunlarda juda go'zal, chiroyli xizmat qilganlarimiz bor. Saharlik, iftorlik qilib berganlar. Alloh taolo barcha qilgan xizmatlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Suv, xurmo, so'k olib kelganlar bor. Baxtiyor akamiz ma'vizalarni syomka qilib berdilar. Alloh salomat qilsin. Tashqarida bizga 1 oy mobaynida xizmat qilgan barcha soha xodimlari, ichki ishlar, yong'in xavfsizligi, MCS, barcha tashkilot mutasaddi rahbarlaridan, yigitlaridan Alloh rozi bo'lsin, chiroyli xizmat qilishdi. Sadriddin akamiz onalarning haqqiga duo, Husayn dardiga shifo, Azimaxon shifo so'rab, Kamoliddin akamiz rais o'zlarini ham Alloh taolo ishlariga rivoj bersin. Qiblagohlari To'lanbek odamlarimizni Alloh umrlarini uzun qilsin. Marhum Homidjon hoji dadamiz, Munavvar hoji onamiz, Olimjon aka, go'zal kelinimiz oxiratlar obod bo'lsin. Orif aka o'zlari va o'g'illarining ishlariga rivoj, kelinlari homilador ekan, Alloh taolo sog' salomat qilsin. Doniyorbekning ishlariga rivoj, Dilnozaxon va Muborakxon singlimiz haqlariga shifo so'rab, G'anijon o'g'li Mirziyo shifo so'rab, solih farzand bo'lsin. Dilbar hoji onamiz Alloh taolo dardlariga shifo bersin. Aljon akamiz o'zlarining ishlariga va qizlarining dardiga Alloh shifo bersin. Masjidga ehson qilayotganlar, masjid xodimlari va ularning oilalariga duo. Masjidimizga inshaalloh azizlar duo qilib turasizlar. Yaxshi niyat qilib turibmiz. Masjidimizda katta bir qurilishni niyat qilganmiz. Siz azizlarning duolaringiz niyatimiz bor. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo avvalo bizlarni hammamizni bugunlik muborak kunga sihat salomat yetkazganiga shukrlarimiz bo'lsin. Bugunlik kunda qiladigan duolarimiz, duo so'ragan barcha azizlarimizni qalblarida o'ylaydiga niyatlardan eng afzalini ato qilgin. Parvardigor bizlarga bergan eng ulug' ne'mat, tinchlik ne'mati, xonadonlarimizga, yurtlarimizga tinchlik ne'matini hech qachon olib qo'ymagin. Bizlarga berilayotgan bu tinchlik ne'matini qadriga yetib, bunga shukr qilib, hammalarning bu shukrini ibodat bilan ado qilishni Alloh hammalarimizga nasib aylasin. Yurtning tinchligi, osoyishtalik, farovonlikda xizmat qiladigan barcha mutasaddi rahbarlarimizni qilayotgan ishlariga Alloh o'zining rivoj bergan. Va sallallohu ta'ala va sallama ala xayril xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar